Assalamu alaykum yurttaşlar, kanalımın katılımcıları. Bugünkü lokasiyamız Gençler Corabey salonun arkasında 4 etaj domumuzun ikinci etajında 2 xonamiz tayyor holatda cihazlarla satıb qoyulgan ekan. Sizlar bilan shuni görüp danışıp boramiz. İkinci etajdan yetib keldik. Her etajımızda yurt tomazın 4 xonadon bo'ladi. 10 komza yaxın adamdan yurib chiqamiz. Ko'cha ishimiz mina yaxshi ishchadan qo'yilgan. Uyimiz tayyor holatda cihazlar bilan satıb qo'yilgan ekan. Sizlar bilan shuni görüp danışib chiqamiz. Bismillah. E'tibor beramiz. Doğrumuzda 2 xonasi. On kolumuzda sanuzel, kuxnya joylashgan, bu yon tarafimizda girish qismi bo'ladi. Потолокlarımız motiv natijnoy, hamda lyustralarimiz qo'yilgan, uyimiz tayyor bo'ladi. Esa on kolumuzdan tushuntirib boraveramiz. Bu yerda yana sanuzel. Nasozlarni olib bor ekan. Onda to'ychamiz bir yerda. Bu yerda bir dona shu xonada ishimiz yetadi. Hamma oynasi akvaynalardan qo'yilgan. Bu yerda kuxnyamiz yana. Gaz plitka, vitishga mebellarimiz tayyor. Olib turib ijara qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Lokasiyamiz pedagogik institutimiz ham yaqin, urdu institutimiz ham o'rtalikda joylashgan. Corabey salonining orqasindagi domda bo'ladi. Bu yerda zal, mehmonxonamiz. Hamma yerda patoklarimiz motiv natijnoy, lyustralarimiz bor. Bu yerda shaftlarni ham ichine qo'ysangiz bo'ladi yurtdoshlar. Bu yerda yana trezorimiz ham bor. Xon taxtamiz yana olib turib ijara qo'yib bersangiz ham ichinde условиясы bor. Bu yerda yana zakrytый balkonimiz bor. Yurtdoshlar baland po'lat qo'yibdilar. Отопленiyamiz beri o'rnatilgan. Aynamız akvaryumdagi virtuallarimizni. Yan tarafımızda spalni. Aynalarimiz yana akva. Cho'yin batareyamiz qo'yilgan. Bu yerda yana spalni garnituramiz o'zi komplekt. Shaflari zalda turibdi. Shuraya kirgizib, ondan so'zlaram bo'ladi. Narxına geladi olsa yurttaşlar narxı 365 milyon, kimam ma'qul bo'lsa, ekranımızda belirlenen nömrələrimizə çıxarırsa, satıladigan o'ylayaz olsan, bemalol telefonla satışlardan beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.